Voy, bunaqangi so'kinishni men hali umrimda eshitmaganman. Musulmon odamga bunaqangi haqoratli so'zlar aytishga vahshiy aqlga sig'dirib bo'lmayapti. Bu so'kinishlarni eshitsalaring, v общем, shok bo'lasizlar. Mana bitta eshitinglar. Men senga tashlayapman, nima desam ekan? Tashlayapman. Sen Andijonga kelasan. Andijon shahariga 18-martga kelasan, razmlar solishib olamiz. Ko'tingni och taqmasam, jim tur, ko'tingni och. Amin chiqarapayaman sen, tushundingmi? Yozdim, o'chirib yubordim. To'xta, amin chiqarapayaman. Kelaorasan sosga. Anjalilar uch senga emas, to'xta. Ukangga yomon urishni o'rgatyapsan ekan. Bang bang deyishdi bularga ovoz bilan. Mush otishlari. Men borib aka-uka qo'shilib sikaman sizlar. Aka-uka qo'shilib sikib qo'yaman. Ishonib. Ikkalangni bitta qilib qo'yaman. Mana ukam masha bo'ladi. Ukani ikkitasini uradi. Ukani ikkita qilib yuboradi. Ukani ikkitasini soladi, qarochichi. Amili. Bitta ikkita ukachalaringni, ukachalaringni juda kuchaytirib turib, gap yotlatib bila. Yoningda, sen yonida turibsan, ukang senga qarab zayib. To'xta, bila, video chiqarar ekanmisan, normalniy video chiqar. Ana. Uzr, Pakreloga vizit tashladim, so'kinib, boshqa aytilmaydi. Shohruzbek aka, uzr so'radingiz, gap yo'q, uzrni qabul qildim. Nima sababdan shuncha so'kinish? Sabab bormi? Kommentariyaga yozib yuboring. Mana shu so'kinib yozib turganlar 90% so'kinib yozib turgan anjollilar bo'lyapti. So'kinib yozgan anjollilar, tillaringga hushyor bo'linglar. Oxiri yomon bo'ladi.